Avstraliya migratsiyasida so'nggi 3-4 oy ichida o'zbekistonlik talabalar uchun ishonchsizlik oshib bormoqda. Sabab soxta bank statementlar. Agarda Avstraliya elchixonasi bank statementdan shubhalansa, to'g'ridan-to'g'ri bank bilan tekshiradi. Agar fake deb topsa, talabaning barcha xarajatlari havoga uchadi va hatto $1 ham qaytmaydi. Shunga qaramay, bundan 70 kun avval Hojiakbar ismli talabaga vizaga topshirdik. Shu vaqt ichida elchixonadan bir nechta so'rovnomalar oldik. Har biriga o'z vaqtida va aniq javob berganimiz uchun 70 kundan keyin bo'lsa ham Hojiakbar talabalik vizasini qo'lga kiritdi. Bizning jamoamiz har doim to'g'ri va aniq yondashuv tarafdori. Siz ham Avstraliyada o'qishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, haqiqiy va ishonchli hujjatlarni taqdim eting. Hozir esa Hojiakbar so'zlarini eshitamiz. Maktabni bitirib bo'lgach, ingliz davlatlaridan eng xavfsizlaridan biri bo'lgan Avstraliyada o'qish uchun harakatni boshladim. Juda ko'p universitetlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan Everstudy firmasi bilan bir necha bor konsultatsiya oldim va ishni boshladim. Barcha universitetlar orasida Brisbane shahrida joylashgan QT universiteti menga juda ham yoqdi. Queensland University of Technology universitetiga hujjatlarimni topshirib, mana vizamni ham oldim. Siz ham Avstraliyada top universitetlarda o'qimoqchi bo'lsangiz, Everstudyga murojaat qiling. Avstraliyada ko'rishguncha